Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi va man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin va suyukli sevimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'p salovatlar va salomlar bo'lsin. Farzand tarbiyasidagi muhim qoidalarni o'rganib kelayotgan edik. Bu qoidalar bizlarga farzandlarimizni tarbiya qilishlikda kerakli bo'lgan, muhim bo'lgan qoidalar. Inson hayotini qonunlar, qoidalar, qadriyatlar, ya'ni diniy, islomiy qadriyatlar asosida olib bormasa, hayotini o'tkazmasa, u bu hayotda iztirobli hayotni yashaydi. Shuning uchun albatta hayotda qoidalar bor, ya'ni shariatimiz bizlarga qo'yib bergan bir qancha qoidalar bor. Qur'on, hadis o'zi bir qancha narsalarda qoida va Qur'on hadisdan olingan qoidalar bor. Ulamolar Qur'on hadisdan bir qancha qoidalarni chiqargan. Mana bu qoidalarga amal qilib yashashligimiz kerak. Endi bizni kelajagimiz bo'lgan farzandlarimizni tarbiyasidagi qoidalar bu biz uchun juda muhim qoidalar. Chunki farzandlarimizni agar chiroyli tarbiya qilmasak, ularni chiroyli tarzda ta'lim berib ularga mehr bermasak, tarbiya bermasak, farzandlarimiz noto'g'ri tarbiya ko'rishligi mumkin. Shuning uchun hayotimizda, ya'ni ota-onalarning hayotida eng muhim narsa farzandlarining tarbiyasi. Farzandlarini solih va soliha insonlar bo'lishligi uchun albatta harakat qilishligi uni eng muhim va eng asosiy vazifalardan biri. Shunday bo'lar ekan, biz farzandlarimizni tarbiyasiga e'tibor berishligimiz kerak. Oldin bir qancha qoidalarni o'rgandik. 20 taga yaqin qoidalarni o'rganib chiqdik. Yana inshaalloh Alloh taoloning tavfiqi bilan, izni bilan qoidalarni o'rganishlikda davom etamiz. Alloh subhanahu va taolo bu qoidalarni barchalarimizga foydali qilsin. Farzandlarimizni chiroyli qilib tarbiya qilishlikka vasila qilsin. Bugungi o'rganmoqchi bo'lgan qoidamiz ota-onalar farzandlar bilan o'tirishligi va ular bilan gaplashishligi. Farzandlar bilan o'tirishlik, ularga vaqt ajratishlik va ular bilan suhbat qilishlik, erkin suhbat qilishlik bu farzand tarbiyasidagi muhim omillardan, muhim qoidalardan. Ota-ona albatta bu narsaga vaqt ajratishligi kerak. Har bir ota, har bir ona farzandlari bilan o'tirib gaplashishlikka, ular bilan suhbat qurishlikka, ular bilan maslahat qilishlikka, ularning fikrini o'rganishlikka, ularning fikrini bilishlikka albatta harakat qilishligi kerak. Albatta bu narsaga e'tibor berishligi kerak. Agar bola ota-onasi tomonidan do'stlikni, muhabbatni, yaxshilikni his qiladigan bo'lsa, bu bolani o'sishligiga, bolani tarbiyasiga, bolani ongiga, bolani aqliga juda ijobiy ta'sir qiladi. Ko'p ota-onalar bolalari bilan, farzandlari bilan o'tirishlikka yetarli vaqt ajratmaydi. Yoki vaqt ajratsa ham ozgina vaqt ajratadi yoki hadafsiz, bir jadvalsiz vaqt ajratadi. Ya'ni gaplashsa ham o'g'liga gap bermaydi, masalan, ota yoki ona, yoki qiziga gap bermaydi. Faqat o'zi gapiradi, bir nasihatlarni tinmay gapirishligi mumkin. Bu bolaga yoqmasligi mumkin. Balki ba'zi gaplar, ota-onalarning ba'zi gaplari bolalarni malollantiradi. Bolani bezdiradi ota-onaning gapida. Ba'zan choyiydi, ba'zan ko'p nasihat qilib yuboradi, ba'zan ayblarini yuziga soladi, kamchiliklarini yuziga soladi. Yaxshi o'qimayotgan bo'lsa shuni gapiradi. Ko'p, ya'ni uni kamchiliklarini uni oldida yuziga solib gapirib yuboradi. Bu bolaga juda salbiy ta'sir qiladi. Bolaning tarbiyasiga, bolaning kelajagiga, bolaning fikriga va ota-onasiga bo'lgan mehriga, muhabbatiga, ota-onasiga bo'lgan yaxshiligiga bu salbiy ta'sir qiladi. Ota-onalar shu tomoniga albatta e'tibor berishlari kerak. Bola bilan suhbati, otani, onani farzandlari bilan bo'lgan suhbati erkin suhbat bo'lsin. Bola ham gapirsin, o'zini fikrini bildirsin. Masalan, o'qishda ba'zi kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, ba'zi fanlarni yoqtirmayotgan bo'lsa, gapirsin, uni bemalol gapira olsin. Ya'ni bolani o'shan bilan siz ichidagi narsani bilasiz. Ba'zan ota-ona o'zi xohlagan narsaga bolasini majbur qiladi,
bolani ichidagi iste'dod, ichidagi qobiliyat, ichidagi talant yo'q bo'lib ketadi, tashqariga chiqmaydi. Bola bo'lsa boshqa narsani yaxshi ko'radi, boshqa fanni yaxshi ko'radi, boshqa hunarni yaxshi ko'radi, boshqa kasbni xohlaydi. Lekin ota-ona o'zinikiga majbur qiladi. Bu ham bolaga yoqmaydi. Shuning uchun bolani ichini o'rganishligi uchun, uni hadaflari, uni maqsadlari, u yaxshi ko'rayotgan narsa, u intilayotgan narsa, u nimani xohlaydi, shu narsalarni bilishlik uchun albatta bola bilan o'tirib suhbat qilishlik kerak. Agar u noto'g'ri narsa bo'lsa, keraksiz narsa bo'lsa, u o'ylayotgan narsa, unga qanoat berishlik kerak. Xotirjam o'tirib, o'g'lim, bu o'ylayotgan narsangiz noto'g'ri, bu to'g'ri kelmaydi. Avvalambor bizni dinimizga to'g'ri kelmaydi, keyin hozirgi sharoitga ham to'g'ri kelmaydi deb unga qanoat berishni kerak. Qanoat bilan agar siz unga xotirjamlikni beradigan bo'lsangiz, u gapingizga qanoat qiladi, keyin o'sha o'zi xohlayotgan narsadan voz kechishligi mumkin. Ko'pincha nima qilasan uni, unaqa ishlarga aralashma, u bo'lmaydi senga, u bizni oilaga to'g'ri kelmaydi deb bola xohlagan narsalarni inkor qilinadi, bolaga qanoat bermasdan. Keyin bu narsa bolaga ta'sir qiladi. Shuning uchun nima qilishlik kerak? Ota-ona o'tirishlik kerak, farzandlar bilan gaplashishlik kerak. Gaplashishlik ochiq bo'lsin. Bola ham gapirsin, bola ham ichidagi narsalarni chiqarsin. Va gaplashishlikda doim nasihat bo'lmasligi kerak. Nasihat bo'lishligi doim insonni malollantiradi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuni ashablari, ya'ni u kishining shogirdlari, u kishiga bizga doim nasihat qilishligingizni, doim bizga eslatma qilishligingizni xohlaymiz deyishganda, u kishi javob beradilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ora-orada nasihat qilardilar, eslatma qilardilar. Va aytganlarki, agar doim qiladigan bo'lsam, sizlar malollanasizlar. Ya'ni bizni malollanishligimizdan qo'rqib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ora-orada eslatma qilardilar deganlar. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga e'tibor bergan tomonlarini. Ibn Mas'ud ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yo'llaridan borgan holatda o'z shogirdlariga mana shu ishni qilganlar. Rasululloh qilgan ishni qilganlar. Shogirdlari talab qilgan. Bizga doim eslating, doim bizga dars qiling, doim bizga da'vat qiling deyshganda yo'q deganlar. Oralatib qilaman deganlar. Chunki doim gapiraverishlik, doim eslatma qilaverishlik bolani malollantirib qo'yadi. Shu tomonlariga biz e'tibor berishligimiz kerak. Agar bola shunaqa ota-onasi tomonidan e'tibor bilan va ota-onasi bilan o'tirib gaplashib, suhbatlashib tarbiya ko'rayotgan bo'lsa, bu bola boshqa bolalarga nisbatan, ya'ni ota-onasi bilan suhbatlashmaydigan, ota-onasi unga vaqt ajratmaydigan bolalarga nisbatan o'ziga ishonuvchi bo'ladi. O'ziga ishonuvchi, chunki unga fikr beriladi. Uni gapirishlikka undaladi, rag'bat qilinadi, uni qiziqtiriladi. U agar chiroyli fikrlarni bildiradigan bo'lsa, ota-onasi maqtaydigan bo'lsa, u yana ham fikrda ochilishligi mumkin. Yana ham aqli uni kuchayishligi mumkin. Mashalloh, o'g'lim, siz yaxshi fikr bildirdingiz. Meni fikrimdan ko'ra sizning fikringiz yaxshiroq chiqdi. Yaxshi maslahat berdingiz. Mashalloh, aqlingiz zo'r, yaxshi ishlayapti deb gapiradigan bo'lsa, ota farzandiga, ona farzandiga, qiziga, bola bu narsadan rag'batlanadi. Bu rag'bat bu. Bu taqdir bu. Taqdirlash. Bu uni maqtash. Ya'ni o'zi qilgan yaxshilikka uni nima qilasiz? Maqtaysiz. Mana shunaqa bola o'ziga ishonuvchi bo'ladi. O'ziga ishonuvchi bo'ladi va uni oldida qudrat bo'ladi. Uni oldida bemalol u ertaga unga birorta odam noto'g'ri gap gapiradigan bo'lsa, u bemalol javob bera oladi. Bemalol o'zini fikrini bildira oladi. Noto'g'ri narsalar kelganda, noto'g'ri yo'llarga chaqirilganda, zulm qilinayotganda, unga tajovuz qilinayotganda har xil tomondan tajovuz bo'ladi. Moliga bo'lishligi mumkin, uni fikriga bo'lishligi mumkin, uni yo'liga bo'lishligi mumkin, har xil. Mana shunda u o'zini fikrini bemalol bildira oladi. O'zini gapini ayta oladi. Zulmga qarshi bemalol u gapira oladigan bo'ladi. Gapirishlikka jur'atli bo'ladi. Bemalol jur'at qila oladi gapirishlikka. Va yana o'zini fikrini bildiruvchi bo'ladi. Va yana o'zini himoya qiluvchi bo'ladi. Ishonch bilan agar biror bir narsa unga noto'g'ri tuhmat qilinadigan bo'lsa, unga bo'xton qilinadigan bo'lsa, u chiroyli uslubda o'zini chiroyli nima qiladi? Himoya qiladi. O'zini himoya qiladi. Qarab turmaydi. Ba'zi odamlarni ko'rasiz, unga tuhmat qilinadi, uni haqqi poymol qilinadi, uni oldida gapga ustalik qilinib, gapga chechanlik qilinib, ba'zi odamlar boshqa odamlarni haqqini poymol qiladi va u haqqini talab qila olmaydi, gapira olmaydi. Chunki gapirishlikka jur'at qila olmaydi, o'zini himoya qila olmaydi. Shu ota-onani
bolalarni gaplashishlikka o'rgatmaslik, bolalarga vaqt ajratmaslik insonni mana shu holatga olib borishligi mumkin. Shuning uchun o'zini himoya qila olmaydigan bo'lib qoladi. Endi ota-onasi bilan suhbatlashib, fikr alishib, maslahatlashib, tarbiya ko'rgan bola bo'lsa, bemalol o'zini himoya qila oladi. Bemalol u jur'at bilan o'zini yomon narsalardan, tuhmatlardan, har xil gaplardan himoya qiladi. Uyda albatta bir sho'roga o'xshagan narsa bo'lishligi kerak. Ya'ni uyda bir ish qilinadigan bo'lsa, masalan, sayrga chiqiladigan bo'lsa, yoki bir narsa sotib olinadigan bo'lsa, yoki uyda alishtiriladigan bo'lsa, masalan, bir joydan boshqa joyga ko'chilyapti, yoki bir joydan yer olinyapti, yoki uy sotib olinyapti, yoki mashina olinyapti va hokazo. Uyga kerakli narsalar olinyapti, yoki ovqat pishirishlikda, yoki kiyim olishlikda, shu narsalarda albatta oila o'tirib maslahat qilishlik kerak. Ota, ona, bolalar o'tirishlik kerak. Qaysi libosni olaylik? Sizlarga qaysi libos yoqadi? O'zlaringning fikrlarini bildiringlar. Mana bu liboslar bor ekan. Deyilsa, bolalar nima qiladi? Keyin tanlaydi. Ovqat masalan, bolalarga qaysi ovqat yeyishni xohlaysizlar? Kechga qaysi nima ovqatni qilaydi deb onasi aytadigan bo'lsa, bolalar o'zini fikrini bildiradi. Sayrga aylangani, o'ynagani, qayerga boraylik deyilsa, bolalar tanlaydi. O'rtada maslahat qilib, keyin aniqlab boriladi. Yoki mashina olayotgan bo'lsa, avtomobil olayotgan bo'lsa, dadasi maslahat qilinsa, mayli, oxiri o'zi masalan o'ziga ma'qul kelganini olishligi mumkin, lekin bolalarning ham fikrini bilsa, keyin o'zi xohlayotgan o'sha avtomobilga bolalarga nima beradi? Qanoat beradi. Shuni olyapman, chunki bu mana bu tomondan bizga foydaliroq. Foydaliroq bo'lganligi uchun shuni olyapman deb bolalarga aytsa, lekin bolalarning fikrini o'rgangan bo'ladi. Bolalarning fikri ochiladi. Aqli mana shunda rivojlanadi. Va yana uy olinayotgan bo'lsa, unda ham maslahat qilishlik kerak va hokazo. Ya'ni kichkina narsalardan ham maslahat qilinsa bo'ladi. Bolani shu bilan zehni, fikr yuritishligi bu bilan rivojlanadi. Ya'ni bolalar ham bemalol ota-onaga gapiradigan. Albatta bu hurmat bilan. Bolaga siz hurmat qilishlikni, kattalarni hurmat qilishlikni, ota-onani hurmat qilishlikni o'rgatishligingiz kerak. Bu narsalar shuning uchun biz qoidalarni o'rganyapmiz. Bu qoidalarimiz bir-biriga bog'liq. Barchasi bir-birini qo'llab-quvvatlaydi, bir-biriga bog'liq. Hammasini biz o'rganishligimiz kerak, hammasiga qo'limizdan kelgancha amal qilishligimiz kerak. Va bola ham bemalol gapira oladigan bo'ladi. Ota-ona xato qilishligi mumkin. Ba'zan bola to'g'ri fikr bildiradi va bola to'g'ri ish qiladi, to'g'ri yo'l tutadi. Ota bo'lsa, ona bo'lsa xato qiladi. Mana shu vaqtda agar bola o'rgangan bo'lsa, o'zini fikrini bildirishlikka odatlangan bo'lsa, ota-onasidan shunaqa tarbiya ko'rib, bola bemalol ota-onasiga gapira oladi. Ota bu bunaqa deydi, bu to'g'ri kelmaydi deydi. Ona bu bunaqa deydi. Ya'ni o'zini fikrini bildira oladi. Mana shu narsa bo'lishlik kerak. Ya'ni uyda, oilada shu narsa bo'lishlik kerak. Masalan, har dam olish kuni, masalan, yakshanba kuni yoki juma kuni aylangani chiqiladigan bo'lsa, aylangani chiqilmasa, ota nima uchun aylangani chiqmadik? Bizga aylangani chiqishlikka va'da bergan edingiz. Asrdan keyin yoki peshindan keyin yoki kechga shomdan keyin marojna yegani yoki bir joyga aylangani chiqishlikni va'da qilgan edingiz. Nimaga biz chiqmadik deb bemalol bola aytishlik kerak. Ayta olishlik kerak. Ba'zilarga bu narsa yoqmaydi, ba'zi ota-onalarga, lekin bolani shu narsaga o'rgatiladigan bo'lsa, bola ertaga o'zini fikrini bildiruvchi bo'ladi. Qayerda bo'lsin, u qarab turmaydi. Albatta bu ehtirom bilan, albatta bu hurmat bilan bolaga siz hurmatni, ehtирomni o'rgatasiz. Masalan, onasi bolani urgan bo'lsa, "Hey, ona, meni nimaga urdingiz?" deya olishlik kerak. Ya'ni nima uchun urdingiz? Nima sababdan urdingiz? Va o'ynashga aylangani, sayrga chiqilmagan bo'lsa, belgilangan vaqtda, va'da qilingan vaqtda uni ota sababini aytishlik kerak. Ya'ni shu sababdan chiqa olmadik, zaril ish chiqib qoldi, shaqa ketib qoldim deyishlik kerak yoki uzr so'rashlik kerak agar e'tiborsizlik qilgan bo'lsa. O'g'lim uzr. Men uzr so'rayman. Bu hafta men jicha e'tiborsiz bo'lib qoldim. Inshaalloh keyingi safar olib chiqaman deyishlik kerak va keyingi safar olib chiqishlik kerak. Agar keyingi safar olib chiqaman deb keyingi safar ham bee'tibor bo'lib yuraversa, undan keyingi safar ham bee'tibor bo'lib yuraversa, o'z-o'zidan bolani ota-onaga nisbatan ishonchi yo'qolib boradi. Keyin gapiga ishonmay qo'yadi. Onasi ham urganda nima uchun urdingiz? Ya'ni urgandan keyin sababi nima? Nimaga urdingiz meni? Deganda onasi sababini aytishlik kerak. Agar jahli kelib, achchig'i chiqib, bekorga urgan bo'lsa, kechirim so'rashlik kerak. Boladan kechirim. Ba'zilarga bu narsa ham yoqmaydi. Bu narsani ko'tara olmaydi. Bolamdan kechirim so'raymanmi deydi. Yo'q, bolani siz agar chiroyli tarbiya qilaman desangiz, kechirim so'raysiz. Chunki siz noto'g'ri ish qildingiz. Va keyin
masalan ba'zan yana qo'pol muomala qilishligi mumkin, baqirib yuborishligi mumkin, so'kishligi mumkin. Shu vaqtda bola bemalol ayta olishlik kerak. Menga shunaqa muomala qilyapsiz, nimaga, nima sababdan deydigan bo'lishlik kerak. Va yana masalan darslarni yaxshi qiladigan bo'lsa, maktabda, madrasada yoki Qur'ondan mana 1 juz, 2 juz, 3 juz yodlagan bo'lsa, unga mukofot va'da qilingan bo'lsa, masalan Qur'onni tugatdingiz deydi yoki 10 pora yodlasangiz, shunaqa sizga mukofot va'da qilamiz deyiladi. Shunda agar berilmaydigan bo'lsa, mukofot va'da qilinib bolaga berilmaydigan bo'lsa, bola ayta oladigan bo'lishlik kerak. Nima uchun va'da qilingan mukofotni menga bermadilar deyishlik kerak. Va agar shu nima sababdan berilmaganligini ota-ona ham bildiradigan bo'lsa, bolada qanoat bo'ladi, ota-onasiga ishonch bo'ladi. Bo'lmasa ishonch tobora yo'qolib boradi. Keyin ishonmay qo'yadi. Sabablarini aytishlik kerak. Ya'ni uzr so'raymiz deyishlik kerak agar bee'tiborsizlik qilingan bo'lsa yoki va'da beramiz, bundan keyin takrorlanmaydi deyishlik kerak. To'g'ri aytding, lekin men shu narsaga majbur bo'lib qoldim deyishlik kerak va hokazo, ya'ni sabablarini albatta bolalarga aytishlik kerak. Shu holatda tarbiya ko'radigan bo'lsa, bolalar fikrlik, erkin fikr bildiradigan farzandlar bo'ladi. Albatta islom odobini, axloqini ustida bo'ladi bu narsalar. Albatta bolaga shu o'zini fikrini bildira oladigan imkoniyatni bolaga berib, uni shunda tarbiya qilib, shu bilan birga ota-onaga bo'lgan hurmat, yaqinlarga bo'lgan hurmat, gap odobi, gapirishlik odobi, bu narsalarni bolaga ota-ona o'rgatadigan bo'lsa, bola hech qachon axloqsizlik qilmaydi, odobsizlik qilmaydi. Ba'zilar o'ylaydiki, yo'q, bu odobsizlik deydi, axloqsizlik deydi. Yo'q, bir gapni chiroyli uslubda, hikmat bilan gapirishlik bor. Odob bilan gapirishlik bor. Mana shu holatda gapirishlikni bolalarga o'rgatishlik kerak. Siz agar o'zingiz birinchi o'rinda o'rnak bo'lib, qanday gapirishlikni, o'sha g'azab kelganda ham odam xotirjam bo'lib gapirishlik kerak deb o'zingizni qo'lga olib, shu g'azab kelganda o'zingizni bosib bolangizga gapiradigan bo'lsangiz, bolangiz ham shunaqa bo'ladi. Sizdan shu narsani o'rganadi. Va keyin bolaga shu narsani ta'lim beradigan bo'lsangiz, bola mana shu narsani sizdan o'rganadi. Shuning uchun biz bu narsani to'g'ri tushunishligimiz kerak va bolalarimizni mana shu holatda tarbiya qilishlikka harakat qilishligimiz kerak. Islomiy qadriyatlar, islom odoblari, islom axloqlari, mana shularning ustida tarbiya qiladigan bo'lsak, bolalarimiz har tomonlama inshaalloh mukammal insonga aylanadi. Eng katta muammo ota-onalarning ko'plari uyni tashqarisida mashg'ul, ko'p narsalar bilan mashg'ul. Uyni tashqarida ko'p yuradi. Keyin bu narsa bolalarning zoyi bo'lib ketishligiga, bolalarni xato yo'lga kirib ketishlikka va oilaning o'rtasidagi mehr muhabbat yo'q bo'lib ketishligiga sababchi bo'ladi. Bozorda mashg'ul, bozordagi tirikchiligiga e'tibor beradi yoki oshna og'aynisi bilan o'tirishlikka, choyxonalarda o'tirishlikka, ayollar dugonalari bilan bir joylarga aylangani boradi, o'tiradi, lekin farzandlariga vaqt ajratmaydi. O'zini ishlariga, o'ynashiga, dam olishligiga, choyxonada o'tirishligiga vaqt ajratganidek farzandlariga vaqt ajratmaydi. Keyin natijada farzandlar zoyi bo'ladi. Vaqt albatta ajratilishligi kerak. Ba'zilar to'g'ri aytadi, shu bolam uchun ishlayapman deydi, shu bozorda ertalabdan kechgacha shu bolam uchun harakat qilyapman deydi yoki Rossiyada yoki boshqa joyda bolam uchun ishlayapman deydi. To'g'ri, gapi to'g'ri, lekin bu degani bolani boshqa tomonini zoyi qilib yuborsa bo'laveradi degani emas. Bu moddiy tomondan bolaga e'tibor beradi, lekin ma'naviy tomondan bolani haqqi bor. Bolani ota-onasining ustida moddiy tomondan haqqi bor va shu bilan birga ma'naviy tomondan ham haqqi bor. Moddiy tomonini berib, ma'naviy tomonini bermaydigan bo'lsangiz, bola zoyi bo'lishligi mumkin. Zoyi bo'lishligi mumkin, Alloh saqlasin. Ba'zan ma'naviy tomonini berib turib, moddiy tomonini bermaydigan bo'lsangiz, bunda ham zoyi bo'lishligi mumkin. Lekin ma'naviy tomon juda muhim bu. Odob, axloqni o'rgatishlik, dinni o'rgatishlik, Alloh taoloni tanitishlik, ilm yo'liga dalolat qilishlik, o'zi ilm o'rgatishlik, agar qodir bo'lmasa madrasalarga bog'lashlik, ustozga bog'lashlik, masjidga bog'lashlik, yaxshi insonlarga bog'lashlik, ustozga bog'lashlik, Qur'onga bog'lashlik, bu narsalar muhim. Bular ma'naviy bolani ota-onasining ustidagi haqlar. Albatta bu narsalar ham bolalarga berilishligi kerak. Ko'chada mashg'ul bo'lib yuraversak, mana bolam uchun ishlayapman deb Rossiyada yuradi, 2 yil yuradi. Shu orada bolasi bilan biror marta gaplashmagan. Onasi bilan gaplashadi. Bolalar yaxshi yuribdimi, o'qishlar bo'lyaptimi deydi. Ha, bo'lyapti desa, ha, yaxshi deydi. Shu bo'ldi. 2 yil o'tib ketadi, bola bilan biror marta gaplashmagan. Yoki gaplashgan bo'lsa ham, ha, o'g'lim yaxshi yuribsanmi, ha, qizim yaxshi yuribsanmi, o'qishlaring bo'lyaptimi, ha desa, ha, bo'pti deydi.
Yo'q, uni so'rashlik kerak. U qayerga qarab ketyapti? Onasidan so'rashlik kerak. U qanaqa, odobi qanaqa, axloqi qanaqa? Mayli ishlayotgan bo'lsa, o'sha majbur bo'lib Rossiyaga borgan bo'lsa yoki boshqa joyga borgan bo'lsa, majbur bo'lib mayli ishlasin, lekin bolasiga vaqt ajratsin, iloji bor. Telegramda ko'rishib gaplashsa bo'ladi yoki boshqa yana nimalarda gaplashsa bo'ladi. Ko'rishib bir yarim soat vaqt ajratib, u bilan gaplashib, o'qishlar qanaqa bo'lyapti, ishlaringiz qanaqa bo'lyapti, u bilan maslahat qilib, ba'zi maslahat qilinadigan ishlar bo'lsa, o'sha telefonda bo'lsa ham maslahat qilib, uni fikrini olib, u bilan gaplashsa bo'ladi. Ilojisi bor. Alhamdulillah, hozirgi kunda ilojisi bor. Qancha ota-onalarni ko'rasiz, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil, ba'zilari 5 yil, ba'zilari undan ham ko'proq yuradi Rossiyada, bolasiga e'tibor bermagan. Bolasi tug'ilganda Rossiyaga ketgan, 7-8 ga kirganda, balki 10 ga kirganda qaytib kelgan odamlar bor. Nima bo'ldi bu 10 yoshgacha bola? Otasi bilan gaplashmasa, otasini ko'rmasa, bu bola albatta bu zoyi bo'lishligi mumkin, Alloh saqlasin. Ba'zan boshqa sabablar bilan bola yaxshi bo'lib ketadi. Onasi sababli yoki bir yaxshi ustozga ro'para bo'ladi, yaxshi insonga ro'para bo'ladi yoki bobosi yoki enasi, buvasi, bular yaxshi insonlar bo'ladi, yaxshi tarbiya beradi. Otasini shu xatosini to'g'rilab oladi. Ba'zan shunaqa otani xatosini to'g'rilaydiganlar bo'lmaydi. Bu vaqtda bola zoyi bo'lib ketadi, Alloh saqlasin. Shu sababdan albatta bolalarga vaqt ajratishni kerak. Bu uzr bo'lmaydi. Rossiyada yurganligi yoki ertalabdan kechgacha bolam uchun ishlayapman deganligi uzr bo'lmaydi. Moddiy tomonini qilyapti, ma'naviy tomonini ham qilsin, e'tibor bersin. Vaqtni ajratsa bo'ladi albatta. Ishini kamaytirsin. Bolasi uchun ishini kamaytirsin. Bolasi uchun mayli ishlayapman deyapti va shuningdek bolasi uchun ma'naviy bolasini ozuqasi uchun moddiy ozuqasini qilyapti, hissiy ozuqasini qilyapti. Shu bilan birga ma'naviy ozuqasiga albatta vaqt ajratsin. Albatta bolasi bilan gaplashsin, unga yaxshi narsalarni o'rgatsin, odob axloqni o'rgatsin, suhbatlashsin. Unga vaqt ajratadigan bo'lsa, u bilan o'tiradigan bo'lsa, u nimani xohlaydi, uni odobida, axloqida, yurishida, turishida o'zgarishlar qanaqa, shu narsalar his qiladi. Ba'zan bolalar 12-13 ga kirganda balog'at yoshi boshlanadi. 12 yoshda boshlanadi. Shunda bola o'zgaradi. Tamomiy o'zgarib qoladi bola. Hattoki ba'zi olimlar bu ikkinchi tug'ilish deydi. Birinchi tug'ilish onasini qonidan tushganda bo'lsa, ikkinchi tug'ilish balog'at yoshiga kirganda deydi. Bu 12 yoshda boshlanadi. Ba'zilarda 13 yosh, ba'zilarda 14 yosh bolaning nimasiga qarab, ko'pincha 12 yoshlarda boshlanadi. Shu vaqtda bola o'zgarib ketadi, do'ng'illaydigan bo'lib qoladi, ortiqcha gapni xohlamaydigan bo'lib qoladi, ko'p uxlaydigan bo'ladi. Ya'ni ko'p unda o'zgarishlar bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi tug'ilish deydi buni ulamolar. Mana shu vaqtda yana ham bola muhtoj. Ota-onasi bilan suhbatga, ota-onasi bilan birga o'tirishlikka, ota-onasiga o'zini ichidagi dardlarini, ichidagi his-tuyg'ularini, ichidagi narsalarni, undagi o'tayotgan narsalarni aytishlikka bu muhtoj bo'ladi. Mana shu vaqtda ota-ona yana ham bolasiga ko'proq e'tibor berishligi kerak bo'ladi. Ota-onalar shu narsalarga albatta e'tibor berishlari kerak. Ba'zan shu tijorat bilan yuradi ota-ona, nima qiladi? Masalan, Turkiyaga boradi yoki boshqa joyga boradi, Dubayga boradi yoki Xitoyga boradi, boshqa joylarga boradi. Yuradi, shu yurishi shu, ketadi, aqa ketadi, bir hafta aqa borib kelgan, bir hafta bag'da yurgan, kelgan, ketgan, hayoti yo'lda o'tib ketadi. Bolalar bo'lsa, qarovsiz qolib ketadi. To'g'ri, uni moddiy tomonini yaxshi qilib beradi, ust-boshini yaxshi qilib beradi, yeb ichishini yaxshi qilib beradi, qo'liga pulni yaxshi beradi. Bu tomonlarni yaxshi qiladi, lekin ma'naviy tomoni aytganimizdek qolib ketadi. Asosiy tomoni, muhim tomoni, diniy tomoni, masalan, dinni o'rganishlik, Alloh taoloni tanishlik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishlik, Rasulullohni tanishlik, undan keyin odob axloq o'rganishlik, aqida, iymon o'rganishlik, xulq o'rganishlik, bu narsalar qolib ketadi. Ya'ni ma'naviy ozuqalar qolib ketadi, natijada keyin bola xulqsiz, odobsiz bola bo'lib qolishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni, farzandlarimizni go'zal, chiroyli tarbiya qilishlikka muvaffaq qilsin. Darslarimizga baraka bersin, darslarimizni davomiy qilsin, amal qilishlikka barchalarimizga Alloh taolo tavfiq bersin. Avvalambor o'zimga, barchalarimizni Alloh taolo yaxshi, solih va soliha farzandlarni tarbiya qilishlikka muvaffaq qilsin. Vallohu a'la va a'lam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk.